Dadajonim uchun qilingan duo. Bismillahirrohmanirrohim. Ya Robbim, Al-Qodir bo'lgan isming bilan so'rayman. O'zing buyuklarning buyugidirsan. Al-Jabborsan, Alimsan, Halimsan, Hakimsan. Ya Allohim, sendan dadamga Nuhning umrini, Sulaymon alayhissalomning mulkini, Ibrohim alayhissalomga bergan salomatligingni so'rab duo qilyapman. Ya Robbim, dadajonimga uzoq umr, baxt, saodat, kasb-koriga baraka bergin. Qilayotgan duolarini ijobat qilgin. Sendan so'ragan barcha ne'matlarini bekama ko'zda amalga oshirgin. Ya Allohim, o'zing berguvchi, ko'rguvchi, afv etguvchi zotsan. Dadajonim bizga rizq topish uchun sening ibodatlaringni qila olmagan bo'lishi mumkin. Sening ro'zalaringni tuta olmagan, haj, umra ziyoratlaringni qila olmagan bo'lishi mumkin. Ya Allohim, bularning barchasi uchun o'zingning Al-Halim bo'lgan isming bilan afv etishingni so'rayman. Ya Robbim, bizga shunday bir g'oyibingdan mulk ato etginki, bizni rizqimizni topaman deb qo'llari qavarib ketgan otamizni haj, umra ziyoratlariga olib borishlikka dohillik qilsin. Ya Allohim, bizni biz bo'lishimizga sababchi bo'lgan, bizni voyaga yetkazgan, eng asosiysi bizga seni va sening Qur'oningni tanitgan dadajonimni, ya Robbim, ikki dunyo jannating bilan siylagin. Amin.